Bugungi kunda tabiatga yetkazilayotgan zarar, chiqindilarning ko'payishi va ekologik muammolar jamiyat oldidagi eng muhim masalalardan biriga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan yaqinda Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tgan ekologik taqdimotda mamlakatdagi ekologik holat, huquqbuzarliklar va ularning oldini olish bo'yicha muhim takliflar muhokama qilindi. Endilikda ekologik tizimda qanday o'zgarishlar bo'lishi kutilmoqda? Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhamedova lavhasi ayni shu mavzuda. Davlatimiz rahbari ishtirokida bo'lib o'tgan ekologik taqdimotdan keyin aytish mumkinki, tabiatga munosabat endi ancha qattiqroq nazoratga o'tishi kutilmoqda. Asosiy o'zgarishlar birinchi navbatda javobgarlik va nazorat tizimiga tegishli. Negaki ekologiya sohasidagi huquqbuzarliklar soni ortib ketgan. 2025-yilda bunday holatlar 59 mingdan oshgan. Mutaxassislar fikricha, amaldagi jarimalar tabiatga yetkazilgan zararga mos emas. Shu bois yangi taklifga ko'ra jarimalar miqdori oshirilib, yetkazilgan zararga bog'lanishi mumkin. Chiqindilarni boshqarish tizimiga innovatsion texnologiyani joriy qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarorlari bilan respublikamizning 6 ta hududi Toshkent, Andijon, Samarqand, Qashqadaryo va Farg'ona, Namangan viloyatlarida chiqindilarni yoqish zavodlari qurilmoqda. Umumiy qiymati 933 million dollar bo'lgan bu zavodlarni 2027-yildan boshlab yiliga 306 million tonna qattiq maishiy chiqindilarni yoqib, 1,6 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Eng asosiy o'zgarish shundaki, endi tabiatga zarar yetkazganlar oddiy jarima bilan qutulib ketishi qiyinlashadi. Ya'ni kimdir daryoga ifloslik tashlasa, daraxtni noqonuniy kessa yoki chiqindini istagan joyga to'ksa, yetkazilgan zarar jiddiy hisob-kitob qilinadi. Barcha turdagi chiqindilar bilan bog'liq holatlarni monitoring qilish, nazorat qilish tadbirlarini amalga oshiriladi. Ekopolitsiyaga foto-video kameralar hududlarda o'rnatgan holda kameralardan olingan ma'lumotlar asosida qonun buzuvchi shaxs o'zi ishtirok etmagan holatda ham, qochish holatlarida ham ularning ishtirokisiz protokollarni, ya'ni o'sha qonun buzilishi bo'yicha me'yoriy hujjatlarni rasmiylashtirish kabi imtiyozlar berishi ko'zda tutilmoqda. O'g'am daryosi masalasi ham alohida e'tiborda. Uning atrofini muhofaza qilish, qurilish va buzilish ishlarini cheklash orqali tabiatni tiklash reja qilinmoqda. Bu yerda maqsad daryoning tabiiy holatini saqlab qolish. O'sha qattiq maishiy chiqindilar saqlanadigan poligonlar hududidagi chiqindilarni xavfsiz saqlash va xavfsiz utilizatsiya qilish imkoniyatini yaratadi. Bundan tashqari o'sha chiqindi yoqish zavodlarida faoliyati davomida hosil bo'ladigan cho'kindi kunlar, ya'ni bottom ashni qayta ishlash loyihasi ham nazarda tutilgan. Bu loyiha esa o'sha respublikamizda nol chiqindi tamoyilini amalga oshirish kabi oliy maqsadni amalga oshirishga turtki bo'ladi. Chiqindi masalasida ham katta o'zgarishlar kutilyapti. Qayta ishlash, chiqindini yoqib energiya olish, yangi zavodlar qurish kabi ishlar kengayadi. Poligonlar esa kamaytirilishi rejada bor. Toshkent viloyatida 2 ta qurilish chiqindilarini qabul qiluvchi saralovchi poligonlar mavjud. Ushbu poligonlar deyarli 95% ga to'lib bo'lgan. Ya'ni o'sha Toshkent shahri va Toshkent viloyatidan hosil bo'layotgan chiqindilarni 2-3 yil davomida ushbu poligon o'ziga qabul qilgan, natijada to'lib bo'lgan. Qolgan respublikamizning qolgan hududlarida ham xuddi shunday ahvol. Nima uchun qurilish chiqindilariga muhim e'tibor qaratishimiz kerak? Boshqa chiqindilar qatorida ham qurilish chiqindilari tarkibida ham atrof muhitga, jonli tabiatga, jumladan inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan juda ham komponentlari, juda ham salbiy ta'sir ko'rsatadigan komponentlari mavjud. Endilikda chiqindilarni kuzatish ham raqamlashtiriladi. Ya'ni qayerga qancha chiqindi bordi, qaysi yo'l bilan olib chiqildi, hammasi nazoratda bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, ekologik siyosatda qattiq nazorat, aniq hisob-kitob va amaliy javobgarlik kuchayishi kutilmoqda. Mo'tabar Nurmuhamedova, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.